Tort qilishni bilmayman, menda hech ham o'xshamaydi deydigan devichkaxonlarim yaqinroq kelinglar. 5 ta tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Birinchi bo'lib tuxumlarimizni oqini ko'pirtirishdan boshlaymiz. Yaxshilab ko'pirgandan keyin 5 qoshiq shakarimizni oz-ozdan qo'shib yana ko'pirtirishda davom etamiz. Xuddi mana shunday qattiq ko'rsatganimdek holatga kelganda mikserlashni to'xtatamiz. Ketidan tuxumlarimiz sarig'ini ko'pirtirib oz-ozdan qo'shishimiz kerak edi. Men qaysidir xayol bilan bilmayman birdaniga qo'shib yordim. Men 6 qoshiq un o'lchab olgandim. O'shaning ichiga 1 choy qoshiq razrixetir, ozgina vanilin qo'shib aralashtirib, shunday tuxumimizni oqi bilan sarig'ini aralashtirsam shunaqangi irib ketdi. Unda sosam battar irib ketdi. Chunki menda tuxumni oqini ko'pirtirayotgan paytimda qizim uyqudan turib qoldi. Uni to yupatib chiqqanimcha tuxumimning oqi ancha turib qolgani hisobiga shunaqangi bo'ldi. Iloji yo'q mikserlab tashladim. Aniq bilaman endi bundan tort o'xshamaydi, lekin epli kelinligim esimga tushib rulet qilishga qaror qildim. Hamma massani listga quyib bir tekisda qilib yoyib oldimda 150 gradusga duxovkaga jo'natib yubordim. O'zim ham, bolalarim ham qulpinoyni yaxshi ko'rganim uchun bugun ruletni ham qulpinoyli qilib qilamiz. Aytgancha oldin aytib qo'yay, men pishirishlik bo'yicha hech qayerda o'qimaganman, havasmandman. Shu bilan birga farzandlarim, turmush o'rtog'im shirinliklarni yoqtirgani uchun qo'limdan kelgancha ularga tez pishirib berib turishlikka harakat qilaman. Ruletimizni kremi uchun men tvorojniy sir, 33% silifka hamda 3-4 qoshiq saxarli pudradan qo'shib krem tayyorlab oldim. Oldin biskvitni ustini sutlab olishim kerak edi, yana esimdan chiqdi. Kechasi bizda soat 11 bo'lganda charchaganmanmi bilmayman, ko'p narsani esdan chiqaribman. Mayli, kechdan ko'ra hech dedimda ustini yaxshilab sutlab oldim. Bolalarimning uyqusi bezovta bo'lib ko'p oldimga kirib chiqishganligi uchun to'g'risi shoshib bezatdim qo'limdan kelgancha. Qilishni menga o'xshab unchalik bilmaydigan devichkaxonlarim, sizlarga maslahatim rulet qilinglar. Biskvitim ishmadi deb xafa ham bo'lmaysizlar. Endi bir baho beringlarchi, yoqsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q. Aytgancha like bosib, podpiska qilishni unutmanglar.